Assalomu alaykum hurmatli traderlar. Bugungi darsimiz SNR Support and Resistance qarshilik va qo'llab-quvvatlash o'zbekchasiga shu darsimiz bo'lib o'tadi. Xo'p, darsimizni boshlaydigan bo'lsak, qaranglar, bu yerda A harfini yozyapman. A keyin V ko'rayotgan bo'lsanglar. Xo'p, bu yerda A resistance zona, V support zona hisoblanadi. Nimagaki narx bu yerda turgan bo'lsa, mana shu narxni tepa qismi resistance hisoblanadi. Agar bu yerda V harfini narx bu yerda turgan bo'lsa, misol shu V harfini pastki qismi support hisoblanadi. Endi qaranglar. A buy uchun, V sell uchun hisoblanadi doim. Xo'p, endi davom etamiz. Qachon A buy uchun yoki qachon V sell uchun hisoblanadi? Qachonki resistance zonamizni, xo'p, mana trend buzib o'tyapti. Shu resistance zonamizni qachonki buzib o'tsa, bu A zona, mana bu A zona buy uchun ishlab beradi. Endi natijada bu yerda RBS bo'ladi. Resistance become support. Resistance zona support zonaga aylangan holati bo'ladi. Endi bu yerda qachon V holati V sell uchun bo'ladi. V support zonamiz mana breakout bo'lyapti. Shu support zonaga yana qaytib kelyapti. Bu support zona breakout bo'lgandan keyin tabiiyki narx pastda bo'lib qolyapti bu zonada. Shuni hisobiga bu zona resistance hisoblanadi. Qisqartirib SPR support become resistance hisoblaymiz. Xo'p, qachon A uchun emas, A buy uchun emas yoki V sell uchun emas bo'ladi. Qachonki shu A zonani yoki V zonani trend breakout qilolmasa, A zona sell uchun ishlaydi, V zona buy uchun ishlab beradi. Xo'p, endi davom etamiz. Har bitta resistant yoki support zonada, demak, resistant zonamiz yoki support zonamiz boshida aytib o'tdik, A yoki V zonada QM hosil bo'ladi. Mana QM bo'ladi. Nimaga QM deyapman? QMda endi buni hamma biladi. Quasimodo. Bu QM bizga nimaga kerak? Bizga QM major zonani aniqlab olish uchun kerak bo'ladi. Har bitta resistant yoki support zona breakout bo'lgandan keyin oluvchi sotuvchi zona ishga tushadi yoki breakout qilolmasa. Xo'p, bu yerda mana QM hosil bo'lyapti. Qaranglar. Qayerda QM bo'ladi? Daily time frame'da bu ko'rinish, H1 time frame'da bu ko'rinish. Daily time frame'da A zonani topib, resistance zonani topib, ikkita kichkina time frame'ga olib o'tsak, QM yoki shakllanib bo'lgan QML hosil bo'ladi. Xo'p, mana xuddi shuni teskarisi bu yerda V zona, mana V zona. Bu V zona daily time frame'da. Endi bu ikkita kichkina time frame, H1 time frame'ga olib o'tsak, mana QM hosil bo'lyapti. Har bitta A yoki V ning ichida QM bor. Xo'p, endi mana bu yerda aytib o'tyapman, ikkita resistance zona. A sell uchun ishlagan varianti. A sell uchun ishlagan variantida mana daily time frame'da bu ko'rinish hosil bo'ladigan bo'lsa, bu H1 time frame'da mana to'liq shakllangan QML hosil bo'ladi. Endi buni qo'shimcha qilib aytib o'tishim kerak. QML ikki xil holatda shakllanadi. Quick retest va late retest bo'ladi. Bu ko'rinish late retest bo'ladi asli. Late retest bo'ladi. Chunki uzoqda kechikib kelyapti. Late retest bo'ladi. Quick retestda A'ni o'zida shakllanib qolishi mumkin. Bunaqa ikkita R resistance zona hosil bo'lmasdan
shuni aytib o'tib ketaman. Buni teskarisi support zona. Support zonada ham xuddi shu narsa. Layer test ko'rsatganman bu yerda. Layer test. Layer testda ham to'liq shakllangan QML hosil bo'ladi. Har bitta A yoki V zonada. Xo'p, endi A bay uchun, V sel uchun degan joyimga qaranglar. A resistance zona breakout bo'lyapti. Endi xuddi shuni ikkita kichkina time frame ga olib o'tadigan bo'lsak, haligi tepada aytib o'tganimizdek to'liq QML hosil bo'lgan. Bu yerda mana quick retest holatini nazarda tutib ko'rsatyapman. QML hosil bo'lyapti. QML zonani trend breakout qilib olgandan keyin shu ikkinchi zonani qonun qoidasida tepaga buzib mana bu yerda qaytib kelib retest bersa, shu 1 bilan 3 zonamiz, mana 1 bilan 3 zonamizga. Endi men teparoqda ko'rsatib qo'yganman rasmda. Bu zonani QMTR deydi. Tushuntiryaptimi? QMTR. QMTR ni ma'nosi QML ni hurmatsizlanishi degan ma'noni beradi. Natijada bu yerda RBS hosil bo'lyapti. Xo'p, endi bu zonalarni RBS yoki RR zonalarini qanday topamiz? Bu yerda ikkita time frame dan foydalanamiz. Oylik time frame dan ikkita kichkina time frame ga olib o'tadigan bo'lsa, dayliga shu yerda misol mana bu A zona bo'ladigan bo'lsa, oylik ikkita kichkina time frame ga olib o'tsak, bu yerda QM hosil bo'ladi daylyda. Xuddi shu narsalar mana haftalik H4, daily H1 da hosil bo'ladi. Hammaga rahmat e'tiboringlar uchun.